Assalomu alaykum hammaga. Bugun bir so'z mashinalarimizni yig'ilishini ko'rsatib o'tamiz. Mashq holatga keltirish uchun yo'lda mana boshlanadi. Bugun mashinamizda shunaqangi temir chiqadi. Bu beliga qo'yiladi. Mana qo'yishyapti. Bir xil mashinada mana qatirishyapti. Bunda bunaqa narsaga 3 dona bo'lsa, shunday qatiydi. Hammasida har xil bo'ladi. Qator. Birinchi buni qatirib olingandan keyin beli shu sohasini qatirib olingan. Ana bunda ikkinchi tomonni qatirishyapti. Nimaga ikki xil teryapmiz? Sabab hammasida har xil bo'ladi. Shuning uchun ikkovsini ham ko'rsatib o'tyapmiz. Bu faqat bir chokli. Belni qatirdi, endi ikkinchi tomonni. Mana ham endi oxiriga olib chiqibdi. Shu joyigacha yig'ib olingandan keyin mana shu temirini qo'yiladi. Bu temirini bir xilgisida o'zi shunaqangi joyi chiqadi, bir xilgisida shu temirni o'zi addenning qapchasining ichidan chiqadi. Bunda tayyor o'zini joyi bor, qatirishda bo'ldi. Sizlarga kerak bo'ladigan asbob uskuna endi shurpot hammaning uyida bo'lmasligi mumkin. Figurniy atverka и 14 ключ bilan ham ishlasa bo'ladi. Oddiy mana bu atverkalar bilan ham tersa bo'ladi. Mana bu sohasini qo'yib bo'ldi. Endi yana mana bunaqangi pedalini qo'yish. Buni qo'yishdi. Mana hozir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu tomondan turib olgan odam bo'lsa, oldi tomon, bu tomoni teskari bo'ladi. Bu tomondan turib olganda, endi sizlar turingda hozirlarga ko'rsatib beraman. Birinchisi emas, ikkinchisini boshiga qo'yilinsa, endi hammada har xil bo'ladi. Mana bu tumshug'ini tashqariga qilib qo'yapman mana. Bu ikkinchi tomoni, bu birinchi tomonni qo'ying. Endi ikkinchi tomoni. Buni o'rtanchisi bor, bunisiga qatiriladi. Faqat buni shurpotda yo atverkada oxirigacha qatirib olinmaydi. Sababi buni orqaga oldiga yurg'izamiz. Yana bir boshqa mashinalarimizda mana bu narsasi monetida bo'lishi mumkin, addenning zapchastasiga chiqishi mumkin. Buni o'zida mana bu sohasi o'zida turibdi. Endi buni qatirib olganmiz. Mana qatirilmagan tomonini o'ynatib, bunga kirgizib, tepaga ko'tarib qatirib olamiz. Keyin ko'pchilik shu joyga e'tibor bermaydi. Mana bu narsa yengillik tiklash kerak. Sabab gazni bosganida mana bu narsa yengil tikib qaytish kerak. Orqaga gazni qo'yib olsa qaytish kerak. Shu joy bo'ladi. Endi biz nariga ukamiz teryapti, bunga o'tamiz. Bu mana bunda addenni chiqadi, mana shu sohasi addenni chiqadi. Buni o'ziga qatirish kerak bo'ladi. Bu ham mana bu tomondan o'tganda ikkinchisini boshiga qatirdi, ikkiga mana buni qatirgan yo'l yurg'izib, taraf qatirib qo'yadi. Ikki joyi hammasida har xil. Bir xilgisida o'zida bor, bir xilgisida addenni qatirgani chiqadi. Yengil qilib qatirib bo'lgan. E'tibor beryapsizlar. Endi bu doskasiga qatiriladigan tomoni mana uni qatiring, shurpotni beraman. Mana qatirishdan oldin mana o'lchab olyapti ukamiz. Orqa tomoni hozir teskari qo'yib, sajini bag'ini qilib olib aylantiring. Mana tomoni orqa tomoni bo'ladi. Aylantiring mana. Orqa tomoniga qo'ygandan keyin yoki birorta o'zlaring qo'llaydigan narsa bilan o'lchanglar yoki metrda. Qo'yilgandan keyin mana bizda endi o'lchab olingan. Bir xilda qilib ikki tomonni o'lchanadi. Bunda ko'ringan yo'q. O'lchayapman mana. Bunda tekis qo'yiladi. Ikkala tomoni bir xil bo'lgandan keyin to'rala shurupida o'zini bunaqangi shurupi chiqadi. Shunda qatirib qo'yiladi mana. Qatirib bo'ldi. Endi mana bu tomoni. Bu tomoni boshqagisida terganda qiyshiq terganidan mana bu bo'lsa qatirmay turing. Bunaqa holatda qatirilmaydi. Mana o'zini joyi bor, tekis bo'ladi. Endi qatir. Endi yana bu tomonni o'lchab olamiz. Buni ham o'lchab olamiz. Bu ukamiz ham mana orqadan qatiryaptilar.
Bunda ham xuddi shunday o'lchab olingan, ikkala tomoni bir xilda keladi. Ikki tomonlari. Endi bu ham xatar bo'ldi endi. Shunaqangi cho'ntagiga chiqadi. Shunaqangi shurutlari chiqadi. Ikkiga 2 dona mashina relisi chiqadi. Shu relisini ikki yoniga qo'yiladi. Mana hozir xatarshni oldini ham razmeri, yonlarini razmeri. Shularni mayitimiga tegib olish kerak emaslarni ko'rsatib mana ikki tomon. Siz qo'yib olibsiz o'zini. Mana doskadan jicha bundaroq turadi, mana shu videoga ko'rsat. Oldidan qatirishni boshlaysizlar, orqadan emas, tayyorlaysizlar. Keyin bu bilan mayit masofasi o'rtada bo'lishi kerak. Terisi kirish kerak. Mag'ayam. Keyin o'tirib chiqariladi. Stop to'xtatib qoladi. Endi qatron 14-40 kelib chiqadi. Mana shu tortib chiqiladi. Hammasini bitta qatirib chiqiladi. Endi karotasini ochamiz. Hozirlar. Ochganimizdan buning ichida motorini olinadi. Mashtimi bilan motori qo'yiladi. Shuni shurib beraman. Bu o'zini shurubigacha chiqadi. Mana. To'xtasak. Bu motorni endi shunga to'g'rilab qo'yiladi sunini. Cho'zib beradi. To'g'rilab shuni bo'ladi. Bu ham bitta shu taqatida. Har doim mashinasini qatiryapti. Mana uni uchi bor. Buni to'g'rilab olsa yaxshi bo'ladi mana mashina. Tekis bo'lgandan keyin buni qatirilansa, manaqasiga o'rnaydi, manaqasiga o'rnaydi, ashuni oldini oladi. Tekis bo'lsa gaz bosishi ham, mashinani yurishi ham juda qiyin bo'lmaydi. Mana teshigini o'tab qatiydi. Bittasi tepaga, bittasi pastga. Ikkosini belbog'i bor, ikkosini bir-biriga ulaniladi. Ulayotib ham yaxshilab e'tibor beriladi. Mashinani terib, qatiri hamma yoqqa bo'lingandan keyin ulanadi. Mana bu narsa o'zini me'yori bor, mana shunchalik turadi. Gaz pedal, oyoq qo'yganda ham oyoq charchamaydigan qilib qo'yish kerak. Qo'yganda gazni bosganda oson bo'lishi kerak. Tayyor. Tekis holatda bo'ldi. Endi shu ishlar mana bor. Mashinamiz tayyor, oyoq terilgan holatda. Korobkasidan o'zini raddoni va rezinkalari bor, shularni qo'yadi. Ularni ham qo'yishda ko'pchilik xato qiladi. Yaxshilab e'tibor beramiz.
Mana ikki dona shunaqangi uzunroq rezinkasi chiqadi. Teshigi bor, o'zi shekilga qo'yiladi. Endi mana bu rezinkalari bor. Bularni balki qo'yib olinmaydi. Birinchi bo'lib orasi bor, buni ikkovsida ham bunga qilib olinadi. Ko'pchilik shuni bunga qo'yib olib, keyin ustiga mana qilib qo'yib qo'yadi. U noto'g'ri. Unda temirga, mashinani temiri tegib, dirillashi boshqa bo'ladi. Bu amalizatsiya. Buni orasiga buni qo'yiladi. Mana ikkita oldini qo'yib bo'ldik. Endi ikkita orqasi bor. Bularda ham teshigi bor. O'zi shu joyiga kiradi. Shu joyiga qo'yamiz. Joyiga qo'yilayotganda to'ralar teshigiga, burchagini birinchi joy-joyiga qo'yib olingandan keyin oxiriga itarib qo'yilsa, joy-joyiga tushadi. Keyingi ishlarimiz bitta shunaqangi ko'zi qorin chiqadi. Buni hisoblayiladi. Tizzada labga ko'taradigan bo'ladi. Buni hisoblayiladi. Ko'zini tayyor qilib qo'yib olinsa, mashinani qo'yiladi, mashinaga suqib, labga qatirib qo'yiladi. Va bitta shunaqangi plastmassasi chiqadi, mashinani yotqizganda bunga tiralib turadi. Endi mana mashinani mashinani ichidan shunaqangi dokumentlari chiqadi. Shunday ushlab joyiga mana qo'yiladi. Joyiga to'ralar joyi ham tekis bo'lib joyiga tushadi, orqasi. Va mashinani o'zlaringga tortib, mana shunaqa joyda teshigi bor. Shuni qo'yib tekis qilib bosib qo'ying. Endi pastidan qataralangan shu pedalda bir dona shunaqangi simi bo'ladi. Shu simni olib tagidagi mana shunaqangi teshigi bor, har bitta mashinamizda chiqadi. Shu joyda mana o'zini e'tibor berasizlar, shunaqangi kuluvchatiri bor mana. Qisib. Bunda ham shunaqangi joyi bor. Ag'ini-bag'ini qilinmaydi. Shunga shuni itarib tiqib qo'ysa, o'zi qisib oladi, steker deyiladi. Qisib olinadi, bu joyini yopib qo'yiladi. Endi ayrim mashinalarimizda shu simi отдельный chiqadi, korobkasining ichidan. Mana bu joyida bir qarich ulanadigan joyi bor. Bunda tayyor o'zi bilan chiqdi, bir xilga mashinada chiqmaydi. Sim отдельный chiqadi, ichiga bir-biriga ulab qo'yiladi. Sim отдельный bo'lib, mana shunday bo'lib chiqadi. Buni olib, shunaqangi joylari bo'ladi. Endi hamma mashinada har xil. Bir-biriga tiqib, mana o'zini qatirib qo'yadigan shunaqangi joyi bor, qatirib qo'ying. Hazillar so'ygan. Stoyga qo'yishda mana o'zini отдельный eshigi bor. Chiqib, pastdan qatiriladi. Endi hozir videoda bu stoykani terishni ham videosini qo'yamiz, oshqo'yib bo'lib terib berishdi. Narigisini stoykasini ochib ko'rsatib, hozir uni terilishini ham qo'yamiz. Hadilar uni ochib, stoykasini olib uni terilishini ham qo'yamiz. Baqo'ting. Hamma mashinada shunaqangi narsa bor. Oddiy pol avtomatida ip uzib, zakrika qilib chizcha qiladigan chiqmaydi, lekin oddiy mashinalarimizda chiqadi. Bu joyini shunaqangi narsa bo'ladi. Bu narsa bir xilgisida отдельный chiqadi. Bunda ham qatiriliq ekan o'zida. Bu отдельный chiqadi. Buni shuni qatirishda o'rgatgan. Shu narsa отдельный bir joydan chiqsa deylik, mana olib atay ko'rsatyapman. Mana shu joyiga qo'yiladi. Bu joyini tekis qilib qatirib olinadi. Endi hammani yig'ishi har xil, biz shunaqangi tekis qilib qatiramiz. Ularga qulaylik bo'lsin deb. Va mana shu joyida maslaqangi luft, maslaqangi shalaqa shuluq qolib ketgan bo'lsa, bu joyini ham to'g'irlab ketsalar yaxshi bo'ladi. Buni qanday to'g'irlanadi? Bu tomoni mana bo'shab ketgan. Buni boltini tagi bilan birga qatiramiz. Oxiriga mana Jicha mana shu luft qoladi. Buni bag'da yana ko'rsatib beramiz. Har bitta shunaqangi boltini qatirib qo'yilsa, keyin yana ovoragarchilik bo'lmaydi. Va mana asosiy shu pedalni qo'yib ko'rsatib o'tamiz. Mana shu kichkina joyiga buni qo'yamiz. Mana shunday holatda bo'ladi. Buni qatirib bu joyiga o'rta darajadan chiqish shart emas. Shunchalik qilib 14 kilo tushadi. 10 kilo 14 kilo bilan o'zi bitta mashinani yig'ib, bitta figurni yasashlarni qilib kelsa bo'ladi. Endi mana shu joyda lapkani ko'tarsa. Lapkani ko'tarib. Shu bilan bitta mashinamizni yig'ish, yarashlarimiz tugaydi. Yurg'izib yonida 2 dona ip bo'ladi. 2 dona ip qo'yib, silvat ipini o'tkazib turadi. Endi asosiy joyi mashinani mana bu plastmassasini nimaga qo'ydik, mana tushuntirib beramiz. Mashinani itarsa mana yotadi.
mashina yopgan holatida mana shu moyi bor. Shu moyini mana shu yerga hammasini quyib yuboriladi. Mana bu chizig'idan turgan bo'lsa, shunaqangi mashina sotadigan joyga borib, yana bitta yog' olib, mana bu chizig'igacha qilib qo'yilsa, mashina ovozsiz, yumshoq, mayin ishlaydi. O'zini me'yori maksimal minimal degani mana shu chiziqqacha bo'ladi. Mana shu yog'i yetmay qolsa mabodo, mana shunaqangi mashina sotadigan magazin yo furniturada bo'ladi, bunaqangi oppoq yog' bo'ladi. Mana shu joyga quyiladi. Biz hozir quymaymiz, sabab buni egasi endi keladi, tikib ko'rib yoqqandan keyin yog'ini uyiga olib borib quyib oladi. Biz hozir quyib olsak, mashinamiz ravochlik bo'ladi. Hammaga rahmat. Stoyka yig'ish jarayonini ko'rsatib bermoqchi edim. Stoyka yig'ishda hammasida shunaqangi bir chokli mashinani o'zini temirlari bo'ladi. Atlanga qilib hammaga ko'rsatib beramiz. Birinchi o'rinda doskan tagiga qatiydigan shu temiri bor. Bunisida yo'q bu temir. Bu temiriga mana bu temirini qatiramiz. Bu temirda ham ikkita farqi bor. Bunaqangi rezinka ip o'tadigan joyi tepada bo'ladi. Mana bunisi pastida bo'ladi. Shuning uchun pastiga har doim mana shu joyini qatiramiz. Teskari qatirib qo'ysa ham ipni mana yerdan o'tkazsa, bu joyidan ip o'tkazsa, ip ilib oladi. Mana bunda rezinkali o'zini ip o'tadigan maxsus joyida. Buni qatirib olinadi. Keyin shu joyini iloji bo'lsa jicha 1 sm pastroqqa qatirilsa, shunga qatirish shart emas. Va keyin ikkovsini bir-biriga ulagani shunaqangi temir chiqadi. Ikkovsini orasini mana bir-biriga ulaydi. Shu joyida keyin yana bularni qatirib qo'yiladi. Keyin ip qo'yadigan shunaqangi joyi bo'ladi. Buni tagida bir dona yoki 2 dona shaybasi bo'ladi. Lappayda shunaqangi joyi bo'ladi, bir xilgizda bo'ladi, bir xilgizda bo'lmaydi. Bo'lsa agarda mana shu bir-biriga qilib olinadi. Va keyin birinchisi mana qo'yib olinadi. Birinchisini qatirib oldik, endi ikkinchisi. Ikkinchisini qatirib oldik. Endi shunaqangi ko'pkachalari chiqadi. Ularni qo'ysa, ipni qo'ysa, ovozini pasaytiradi, ipni taraqatirib qo'yadi. Keyin mana shunaqangi 2 dona mushkachalari chiqadi. Ip qo'yadiganimizdan tayyor. Keyin mana joyiga qo'yib, qatirib ishlatsak bo'laveradi. Tayyor. Bitta mashinani yig'ish shu bilan tugaydi.